ulgurding shuncha narsa yasab ish qilishga? Kechalari uyga kelmaganingizda, kunduzlari tanho qolganimda ishladim. Sizni men bilan umuman ishingiz bo'lmadi. Boshqa ayolni sevishingizni ham bilaman. Nima? Bugun qiz meni kotibam ishxonadagi. Bilaman kotibangiz ekanini, uni sevishingizni ham bilaman. Bunga qarshiligim ham yo'q, xavotir olmang. Senga hammasini tushuntirib beraman, dilingni o'g'ritmay deb senga indamagandim. Hech narsani tushuntirishingiz shart emas, ertaga shundoq ham chiqib ketaman. Meni baxtsizligim tufayli o'zimni ham sizni ham ota-onangizni tashvishga solishni xohlamagandim. Shunga mehnat qilib o'zimga uy oldim. Endi bemalol sevganingiz bilan birga bo'lsangiz bo'ladi. Ey ishq, seni deb tunlar qaro, seni deb dillar yaro. Ey ishq, ey ishq. Turdizmi, ketishimdan avval xayrlashib ketay dedim. Nonushta qilmaymizmi? Oshxonaga tayyorlab qo'yganman. Bemalol nonushta qilsangiz bo'ladi. Mayli, o'zingizni ehtiyot qiling. Leyla, ketma. Sum yamaganga suy qilib nima qilaman?